Assalomu alaykum. Mana bizning ipak qurtlarimiz. Bugun 3-kun. Kecha video olmadik, chunki kecha ham oldingi kunda ko'chirib, sal ozroqdan ko'chirib barg berdik. Ozgina sovuqlik qilganligi uchun yaxshi yemadi. Bugun yaxshi, alhamdulillah, yeyishlari, ranglari o'zgarib, уже oqardi. Уже ertalarga inshaalloh bitta uyqusiga uxlashi kerak. Mana hozir ham oralarida uxlayotganlari bor. Ertaga agar hammasi uxlasa, kirmak uxlaganda qanaqa bo'lishi haqida ham ko'rsatib o'taman. Hozir yana bularni ko'chirib, mana shunaqa ozroqdan olib ko'chiramiz u yana barg beramiz. Mana shunday har qayerdan olib bo'sh joyimizga qo'yamiz. Keyin bularga bir xilda hammasiga barg berib chiqamiz. Mana ranglari o'zgarib, kattalashib, ancha ko'zga ko'rinib qoldi. Sizlarga ham agar kirmak boqayotganlar, ipak qurti boqayotganlar bor bo'lsa, sizlarniki qanaqa yozinglar. Menga qiziq, chunki men ham bilmagan paytim, bu meni 7-yil olishim. 7-yil olishim. Birinchi karantin boshlangan paytdan kirmak olishni boshlaganman. Undan oldin ham bolaligimdan boqib kelganman. Lekin o'zim boqmaganman, albatta onam bilan boqqanman. Lekin hozir o'zim boqaman hammasini, to katta bo'lgancha hammasini qo'yib boraman. Chunki men ham 1-yil boqishni boshlagan yilimda bilmaganman, biladiganlarni chaqirib kelganman, uyquga ketishini, turish vaqtlarini bilmaganman, ko'chirishni bilmaganman. Hozir o'rgatib borishimning sababi, chunki menga o'xshagan bilmaganlar bor bo'lsa oralaringizda, kimlar uchundir foydasi tegsa degan umidda video qilib qo'yib boraman. Bizani kuzatishga davom etinglar.